Давайте назовем все по своим именами. Это называется смотрящим? Смотрящим. Ну вот, о чем я спрашиваю. Да. Значит, Кудратуллаев вас назначил смотрящим? По вашим понятиям? Не, ну как, я столько лет я жил этой жизнью. Я и в зонах был смотрящий, там мне не обязательно, чтобы бахты поставил. Хорошо, смотрящим вас назначил? Год вы показания давали, я просто с ваших слов говорю, что вы были смотрящим. Вот тогда Не, я смотрящий был, я же говорю. по городу Ташкента. Да. Вот кто назначил, вот о чем вопрос? Но в любом случае через добро, конечно, будет. Хорошо, вы же не самозванец? Не. Оп. Кто-то вас должен назначить? Ну. Кто назначил? Бахты назначил. Кудратуллаев. Оп. Был такой случай? Unaqa psixotrop tabletka mana shunaqa sotadiganlar Murodxon To'rayevga o'xshab, mana bolalarga o'xshab, Najavoy anaqalarni oldini olishi, pichoqbozliklar, boshqalar. Keyin Murod bo'lgan Abbosdagi, Abbos mazasi bo'lmadi, otasini o'tib qoldi, o'zi bilan ovora. Bu yoqda keyin Murod bo'ldi. Murodda internetda chiqqan videolari bor. Anaqa tabletka, psixotrop, shunaqa narsalar sotib yuradiganlari bor, pachag'ini chiqargan. Bor, ular aytganman, to'g'ri. Ular anaqada ham aytilgan, bor tergovda ham. Bu narsa bo'lgan. Murod o'tib qolib boshqa bo'lib, endi anaqaga bunga ham o'sha yetilgan. Bor, mana shunaqa psixotrop, boshqa narsalarga bor. Tabletka, har xil mablaga chiqqan ximiyalarga oldini olish to'g'risida. Lekin смотрящий boshqa degan unaqa narsa bo'lmagan. Men bitta narsani tushunmayman-da, Kudratullayev. Nimaga savolga to'g'ri javob berishdan cho'chiysiz? Yo'q, men просто aylanib o'tishga harakat qilasiz. Yo'q, men просто oydinlik kiritib ketaman. Yo'q, siz oydinlik kiritmayapsiz. Siz savolga aniq javob berishdan qo'rqasiz. Nimagadir? To'g'risini aytib qo'ya qolmaysiz. Yerda o'tirganlar mendan tashqari to'g'ri, men sudyaman. Men balki buni gapirishim bilmadim qanchalik to'g'ri, lekin sizga tushuntirish uchun men shuni gapirishga qaror qildim. Sizni ruxsatsiz. Hali ham men sizga gref masalasida ham savol berdim. Siz aylanib o'tdingiz, ehson deb. Ehson bilan grefning farqi bor. Buni hamma biladi, yosh bola ham biladi. Смотрящий qilib 1 yil bo'lganini ham hamma bor, u yerda yozilgan, hamma biladi. Sizni ruxsatsizsiz. Siz O'zbekistonda, Toshkentda Koronavirusning o'g'ri sizmisiz? Ha. Vor zakoni deydi-yu. Siz tergovda ko'rsatmalar haqida muhokama qilamiz, qachon kim qilganini. Siz o'g'rimisiz? Sizni ruxsatsiz bilan bo'ladimi? Ha. Ne bo'lmasa bu narsaga javob berishdan qo'rqasiz. Qadamishni смотрящий qo'yilmagan, yana Abbosda bo'lgan, Murodxon To'rayevda bo'lgan. Hajayevda ham bu masalani ko'tardik. Hajayevga ham siz aytdingiz. Pichoqbozlik bo'pti, qarab tur, jazi statistikasini keltirdingiz. 60